Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Techno Dream kanali va biz yangi videodamiz. Bu videoda men opamni va o'zimni uylarini obzor qilib ko'rsataman. Va mana ketdi. Birinchi opam uydan boshlaymiz. Mana bu yerda opamni uyi, kirish joyi uydan. Kirgan paytda mana bu joyda zal va mana bu yerda gullar turadi va bu eshik avtomatik ham ochiladi va ikkinchi qavatga chiqqanda yotoqxona va mana kitoblar turibdi. Opam buni dekoratsiya qilgan va opamga biroz yordamlashganman va mana bu joyda yotoqlar. Bu joyda manzarani tomosha qilish uchun yaxshi joy. Ana endi ketdik do'stlar. 3-qavatga chiqqanda bu yerda katta restoran desak ham bo'ladi va opam bu yerga ba'zi dekoratsiyalar kiritgan. Mana masalan yoki mana bu yerda manzarani tomosha qilib o'tirishga joy. Va ana endi bu yerda VIP xonalar ham, VIP joylar ham bor. Klass joylar ham mana bunaqa qilib chiqiladi va biz tepaga chiqqanda mana ochiq havoda mana shunaqa joylar ham bor. Ana yerga ham kimdir joy qo'yib qo'yibdi va bu Pro VIP, bunisi esa haqiqiy VIP joy, ko'p kishi bo'lib o'tirish uchun. Bu yerda ham manzarani tomosha qilsa bo'ladi. Va ana endi do'stlar, mana shu opamning uyi va o'zi qurgan va bu juda ham zo'r uy va qani ketdik, meni uyimga o'tamiz. Do'stlar, qizig'i bu yerda chetda mana shunaqa fence, ya'ni chegarali burchaklar qo'yilmoqda va mana bu yerda masalan birorta odam tushib ketsa yomon bo'ladi. Endi meni uyimga o'tamiz. Qani ketdik do'stlar. Va men buni yaqinda ham qurdim. Ba'zida desa ham bo'ladi va mana bu shader ham bor. Mana moblar. Birinchi o'rinda xavfsizlikka e'tibor berganman va masalan moblar bu yerga kelsa, moblar bu trapdoorni bitta blok deb hisoblaydi va tushib ketadi. Bu yerda pastda o'ldiradigan shunaqa toshlar bor va moblardan tushgan lootni bu yoqqa hopperlar oladi va bu sandiqlarga joylab qo'yadi. Va ana endi uyga kirishda mana bunaqa qilib qo'ysa ham tushib ketadi moblar, yovuz moblar. Men aytmoqchimanki, va mana kirgan joyda bu xon taxta va o'tiradigan joy va bu storage, bu yerga narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda birga ovqatlansa ham bo'ladi. Va bu yerda esa televizor desa ham bo'ladi. Bunga e'tibor beringizlar, unchalik iloji boricha qurilgan va bu yerda o'tirib televizor ko'rsa bo'ladi. Bu esa antenna desa ham bo'ladi. Mana bu redstone toshni va buni yopib qo'yamiz. Ana endi bu yerda yotoqxona. Bu yerda bemalol uxlasa bo'ladi, shinamgina va bu yerda mezirga ketadigan joy va bu yer dekorativ ko'rinishda. Ana endi tomga chiqsak, tomda ham yaxshigina joy bor. Va mana bu uylarni o'zim qurdim va ba'zi bir dekoratsiyalarni ham o'zim kiritganman. Masalan, mana bu fontan va bu yerda o'tiradigan joy, ovqatlansa bo'ladi o'tirib va mana bu yerda slablardan dekorativ joy. Xullas, ana endi ko'rinadi. Stop. Va mana yaxshi ko'rinyaptimi sizlarga, bilmadim. Bu yerda juda ham chiroyli go'zallik bor. Va mana mening uyim. Bu qaysi uy chiroyli, kommentda yozingizlar. Opamniki yoki meniki. Va mana
Qani bo'lmasa videoni tugatamiz do'stlar. Shu joyda videomiz tugaydi va kommentga yozinglar, kimni yaxshiroq chiqqan. Hammaga xayr.